Assalamu alaykum, qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu New Yorkninki Manhattan bilan Queens and Bronx orasiga joylashgan Randall Island degan shu orolni aylangach sizlarga shu Xitoydan tarqagan bu vaboninki bizninki kundalik turmushimizga ilib kelgan ta'sirlari to'g'risida ozroq so'zlab bermoqchi. Endi bu orol şu Manhattan, Queens and Bronx'ның orasidagi şu Harlem daryosi yoki Sharqi daryo degan shu daryoninki o'tirisiga joylashgan bo'lib, bu to'rt tarafi suv, anandan keyin atrof bilan asosan shu ko'rik bilan tutashtirilgan. Bu ko'rik mashina mangmaydigan, faqatla odam, piyoda odam va velosiped mangadigan ko'rik bo'lib, bu hozir men bu ko'rikdan o'tib shu orolning ustiga chiqdim. Bugun havo nihoyatda yaxshi ekan. Bu orolninki hozir tarafida, qarshi tarafda mashina ketayotgan taraf Manhattan oroli, ya'ni New Yorkninki eng cho'ng orol. Hozir men turayotgan shu Randall oroli, anandagi qarshi taraf ko'rayotganimiz Queens, shu Manhattanning qarshi ko'rik, shu Queens, Manhattan, Bronx'ni bağlaydigan Triborough Bridge deb, ya'ni 3 rayonning bağlanma ko'riki. Bu ko'rikmi hamda New Yorkda xeli chiroyli ko'riklarninki birisi hisoblanadi. Hamda bu orolda odatda normalda o'zininki turaqliq aholisi ancha ko'p bo'lmaganlikdan bu orolda nurg'unlagan quruq joylar bor bo'lib, buningda asosliqi har xil chiniqish maydonlari, tantarbiya o'rinlari bo'lgandan boshqa bu orolninki atrof manzarasi nihoyatda chiroyli bo'lganligi uchun kishilarninki havo yaxshi kunlarda ko'ngil ichadigan va har xil piknik qiladigan yoki bo'lmasa tantarbiya bilan chiniqadigan, shu suv usti harakatlari bilan shug'ullanadigan yaxshi bir joy edi. Hamda shu afsus Xitoydan tarqagan vabo tufaylidan bu orolmi ig'ir ta'sirga uchrab, orolga kelib sayohat qiladigan yoki bo'lmasa har xil faoliyatlarni elib boradigan odamlar ko'z ko'rinarli darajada ozlab ketibdi. Ko'rayotganinglardek bu shu oroldan Manhattan tarafga ko'rinish bugun havo nihoyatda chiroyli bo'lg'achqa bu manzaralarni alohida odamga huzur berdi. Qarshi tarafdagisi Queens, shu New Yorkninki 5 rayonininki birisi. Hamda men yuqorida o'tgandagidek bu orol da quruq bo'sh yerlar nihoyatda ko'p, tantarbiya chiniqish maydonlarimi nihoyatda keng bo'lsa-mu, lekin bu hozir bu vabo tufaylidan bu yerga kelib ko'ngil ichish qatnashayotgan yoki tantarbiya bilan chiniqayotgan insonlar nihoyatda oz. Ko'pincha maydonlar asosan quruq, odam yo'q deyarlik degandagidek. Şu normalda sayohat fasllarda bo'lib shu New sayohat mezgili bo'lgan 6-oydan tortib 9-oyninki oxirlarigacha bu orolda odatda ko'p odamlar kelib sayohat qiladigan yoki har xil faoliyatlarni o'tkazadigan ahvollar bordi. Hozir ko'ryapmizdek bu orolda faoliyat ilib borayotgan odamlar oz. Hamda bu New York shahriga hamda shahri shu Amerikada yuqumlanish ahvoli eng ig'ir bo'lgan bir rayon bo'lib, bu rayonda bu vabo yolg'iz kishilarniki sog'lomligiga ig'ir ta'sir ko'rsatib qolmasdan balki ularniki kundalik hayotiga ig'ir ta'sirlarni ilib
kelgan bo'ldi. Yana nurg'un kishilarningki shu tijoratiga ig'ir ta'sir o'tkazib, nurg'un odamlarning ishsizlanishini, tijoratningki vayron bo'lishini keltirib chiqadi. Bo'libmi shu mulozimat jihatda, ya'ni mehmonxona, ya'ni hotel, anandan keyin shu sayohat bilan munosabatli har xil tijoratlar, anandan keyin mulozimat, masalan, shu restoranchilik deymiz, masalan, choch yasash deymiz, yoki boshqa mulozimat bilan munosabatli tijoratlar ig'ir darajada ta'sirga uchrab, ishsizlik va insonlarningki turmushiningki tuvallab ketish ahvoli kelib chiqqan bo'ldi. Kishilarda bir xil bu vaboninki tahdididan andisha qilish bo'lganligi uchun sirtlarga chiqib faoliyat qiladigan, ko'ngil ochadigan insonlarmi ko'z ko'rinarli darajada ozlab ketgan bo'ldi. Hamda bu New York hamda shu Amerikada yuqorida men deb o'tgandagidek bu vabo eng dastlabda eng ig'ir tarqalgan rayon bo'lg'achqa hukumat tarafdan bu vaboga qarshi nurg'unlagan tadbirlarni ilib borganligi uchun Amerikada boshqa shtat va boshqa shaharlarga nisbatan New Yorkda bu vabo kam deganda hozircha yaxshi kontrol qilib qaytadan, ya'ni ko'paydigan ahvol bo'lmadi hozir qadar. Ya'ni boshqa bir qism shtatlarda shu birinchi to'lqin texi besiqmay turib ikkinchi to'lqin boshlangan bo'lsa-mu, New Yorkning ahvoli hozircha xeli yaxshi. Hamda New York shahrininki shahar boshlig'i va New York shtatining shtat boshliqlari bu xil ahvolda alayda ehtiyot bilan yana shu ishlab chiqarishni qadam-qadam asliga keltirish siyosatini yo'l qo'yib, birinchi turkumda bir qism kishilar 5-oyning 15-kunisi asliga xizmatni asliga keltirgan bo'lsa, yana bir qism kishilar 6-oyning 1-kunisi, anandan keyin 6-oyning 22-kunisi 3-turkumda kishilar xizmatni asliga keltirdi. Bizmo hozir asosan normal xizmatni boshladik. Biroq bu vaboninki tahdidi texi tugamaganligi uchun nurg'un kishilar yana ehtiyotchan bu vaboga qarshi har xil tadbirlarni ilib, yani vabodan burungi normal hayotga qaytgani yo'q. Normalda bu New York shaharda kuniga 3 milliondan 5 milyon odam shu ommaviy qatnash, ya'ni yerasti poyezd va ommaviy shu avtobuslar bilan ishga boradigan bo'lib, bu vabodan keyin bu ommaviy qatnash bilan ishga boradiganlar ko'z ko'rinarli darajada tuvallab mutlaq ko'p sonda odam mashina haydab ishga boradigan bo'lg'achqa New York shahrida shu vabodan keyingi kundalik turmushga eng ig'ir ta'sir qilgan ahvol shu qatnashninki to'silib ketishi, ya'ni shu deganda ishga boradigan va ishdan keyin ishdan tushadigan vaqtda qatnash ig'ir darajada to'sqinlikqa uchrab, shu ishga boradigan va ishdan qaytadigan vaqtni uzrab ketyapti. Balkim bir qism cho'ng shaharlarda o'xshash ahvol bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu ko'rayotganinglardagidek bu hozir shu tushdan keyin shu soat 4-5lar vaqt bo'lg'achqa mashina yo'llarda mashina to'saq. Bu hamda shu bizningki shu vaboninki bizning kundalik turmushimizga ilib kelgan ta'sirlari hamda ko'pincha qarindoshlar balki o'xshashlar o'xshagan ta'sirlar kelgan bo'lishi mumkin. Men bugun hamda shu o'zimning hayotimda atrofimda ko'rgan ta'sir to'g'risida qarindoshlar bilan o'rtoqlashay dedim. Sizlarga qanday ta'siri bor, sizlarning o'rtoqlashishingizni umid qilaman. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.